O'zbekiston hududidagi eng qadimgi davlatlar. Qadimgi davrlarda mamlakatimiz hududida qanday qabilalar istiqomat qilgan? Bu haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Yozma manbalarning guvohlik berishicha, miloddan avvalgi 7-6 asrlarda O'zbekiston hamda qo'shni hududlarda Sug'diylar, Baktriyaliklar, Xorazmliklar kabi elatlar, shuningdek Sak va Massaget qabilalari yashagan. O'rta Osiyo hududida sodir bo'lgan etnik jarayonlar natijasida shakllangan ushbu xalqlarning har biri o'z madaniyatiga ega bo'lgan. Qadimgi ko'chmanchilarning asosiy mashg'ulotlari chorvachilik va dehqonchilik bo'lgan va tabiiy boyliklarning boyligi tezda bu hududni gullab yashnatgan. Zarafshon va Qashqadaryo vohasida dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi ko'plab aholi istiqomat qilgan. Yunon yozma manbalarida bu hudud Sug'diyona deb nomlangan. Mazkur hududda yashaydigan aholi Sug'diylar deb atalgan. Sug'diylarning eng yaqin qo'shnilari Baktriyaliklar bo'lib, ular Surxon vohasi, Shimoliy Afg'oniston va Janubiy Tojikiston hududlarida joylashgan. Yunon Rim muarrixlari u yerlarni Baktriyana yoki Baktriya deb atagan. Amudaryoning quyi oqimida yashagan o'troq dehqon elatlari Xorazmliklar bo'lgan. Ularning yurti Yunon manbalarida Xorazmiya deyilgan. Cho'llar va Amudaryo bo'ylarida ko'chmanchi Massaget qabilalari yashagan. O'rta Osiyoning tog'lik, dasht va cho'l yerlarida asosiy mashg'uloti chorvachilik bo'lgan saklar istiqomat qilgan. Ushbu davrda istiqomat qilgan qabilalarning asosiy mashg'uloti nimadan iborat bo'lgan? Bu paytlarda Sug'd, Baktriya va Xorazm aholisining mashg'uloti sun'iy sug'orishga asoslangan dehqonchilik bo'lgan. Hunarmandchilik va savdo-sotiq ham ancha rivoj topgan. Manzilgohlardan yuqori sifatli kulolchilik idishlari, temir va bronza buyumlari topilgan. Tog'lardan mis, qalay, kumush va oltin madanlari hamda zargarlik buyumlar yasash uchun lojivard va feruza kabi qimmatbaho toshlar qazib olingan. Lojivard Baktriya tog'larida bo'lgan. Ko'chmanchi Sak va Massaget qabilalarining asosiy mashg'uloti chorvachilik bo'lib, ular tuya, ot, qo'y va echkilar podalarini boqqan. Chorvadorlar hayvon terisidan charm, junli matolardan poyafzal, kiyimlar va chodirlar tikishgan. Ko'chmanchilar ushbu mahsulotlarni o'troq dehqonlarga sotgan. Dehqonlar esa Sharq xalqlari bilan yaqin savdo va madaniy aloqalarni o'rnatgan. O'rta Osiyoning o'troq va ko'chmanchi xalqlari o'rtasidagi ayirboshlash muvaffaqiyatli kechgan. Hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi natijasida miloddan avvalgi 7-6 asrlarda qadimgi shaharlar rivojlangan. Ular hunarmandchilik ishlab chiqarish va savdo markazlari bo'lgan. Qadimshunoslar Afrosiyob, Ko'ktepa, Yerqo'rg'on va Uzunqir, Ko'zaliqir, Qiziltepa kabi qadimiy shaharlarni o'rgangan. Shaharlarning bir guruhi savdo va hunarmandchilik markazlari bo'lsa, boshqalari alohida tuman va viloyatlar markazlari hisoblangan. Tarixiy manbalarda aytilgandek, Xorazm davlati ulkan makonni, ya'ni butun O'rta Osiyoni Erongacha boshqargan eng yirik davlatlardan biri bo'lgan. Qadimiy davlat tizimi Xorazm hududida ham tashkil topgan. Xorazm vohasining yirik markazlaridan biri mustahkam mudofaa devorlari bilan o'rab olingan Ko'zaliqir qal'asi o'rnida joylashgan. Miloddan avvalgi 6-asrda Xorazmliklar ushbu qal'ada katta saroy qurishgan. U turli xonalar va yog'och ustunli zallardan iborat bo'lgan. Saroy yaqinida arpa va bug'doyni saqlash uchun mo'ljallangan yirik g'alla omborxonasi bunyod etilgan. Voha aholisi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan. Qadimgi Xorazmda hunarmandchilik, binokorlik va savdo-sotiq yuksak darajada rivojlangan. Mahalliy kulolchilik, qurolsozlik, zargarlik buyumlarining dovurug'i o'zga yurtlarga ham tarqalgan edi. Shaharlarda savdo-sotiq rivojlangan. Xorazmliklar mohir quruvchi va hunarmand bo'lganlar. Zamonaviy O'zbekiston hududi insoniyat sivilizatsiyasining paydo bo'lishi va rivojlanishining o'choqlaridan biri bo'lib, bir necha ming yillik davlatchilik tarixiga ega. Bu yerda paydo bo'lgan qadimgi sivilizatsiyalar okeandan okeangacha bo'lgan keng hududga katta ta'sir ko'rsatgan.